Assalomu alaykum. Bugungi videorologimiz qishda tayyorgarlik ko'rayotgan aynalarga bo'ladi. Mana bu ko'mir. Ali ko'mirchi buni yaxshi taniydi o'zimiz xalqimiz. Mana shu ko'mirlarda bor-ku, o'zi borib sentrlardan olib keladi. Birga jirganmiz shu ko'mirni algilar kamargacha borgan. Chegaradan o'tkazib. Birovdan nerdan kelib olib sotmaydi, promoy borib keladi. Demakchi menga tozasini tavsiya etamiz. Narxi qancha? Bunu birinchi sort, bunu ikkinchi sort. Bunu pechkening ko'miri, bunu esa nanvoyxonaniki. Shashlik shunday narsa. Hayır, shashlik nanvoyxonaniki. Mana shu ko'mir hozir bizga mana shu Dushanbe tomonga toza SSU deydi bu kondikini. 5 somondan beryapman. Kirasi? Hayır, bunu fakat nanvoyxona, shashixonalar olyapti. Ha mana buni ikkinchi sort deydi. İkinci sort deydi. Bu pechkeniki. Ekoyam bir xil ko'miri, prosta buni dutemay janadı, buni duteb janadı. Tushundingmi? Pechga ishlasaqmi? Hayır, pechga ishlasaqmi, buni esa haligi non jabqishdan ko'zi achishadi. Shuning sababidan. Ha. Dastavka masalasi qanday keyin? Dastavka masala buni Vag'ish, yo Qo'rg'on, yo Kalxazobod qarang. Buni 5 ta, buni 380 dan beryapman. Dastavkasi ichida. Agar olib satarlar bo'lsa, 5 ton 6 ton olsa? Hayır, 5 tonnadan başlanadi. Alıp satarlar bo'lsa, ha, ali, короче, 5 tonna kerak. Men o'zim olib satmoqchiman desa agar, oga 380 dan bermayman. Arzon bo'ladi. Oga xiyliroq arzonroq beraman, chunki apar bir yerga tushiraman, ham napirmay men foyda qilaman, ham o odam ham foyda qiladi. Ha, demak, hozirda ko'mir olmoqchi bo'lgan insonlar ko'p. Mana shu bir ertaga ishi shuki, mana ketadi. Ertaga Faxrobod kiraman, Faxrobodga bo'shataman. Keyin shunda Lensk rayonga kiraman, Hasanobod, ondan keyin Sultonobod, Burma, shunday o'tib G'arov, Yavan, Ves Yavan. Shunday keyin Abdurahmon jomi bu yoqqa chiqaman. Qo'rg'on, Vag'ish tomondan ham klientim bor, ular keyingi reysga. Ha, o'sha bular ketadi. Chunki men shu reysga o'zim borib olib keldim. Xabaring bor? Mana shu bugun kirib keldim. Shu bugun kirib kelgan yangi sveji ko'mirlar biz gapni ko'p cho'zmaymiz. Olmoqchi bo'lgan insonlar. Ekranga raqamlar, WhatsApp ham bor, promoy ham bor, muomalasi ham bor ekanda. Ko'proq olmoqchi bo'lgan insonlarga. Aka-ukalar bor, promoy 4-5 tonnani. Bu ko'mirda hamma olmaydi. O'zining oladigan odam bor Qirg'iz ko'mirda. Buning o'zining odamlari bor. Muxlisi bor. Hayır, keyin ayni ko'mir ham sotaman. Ayni ham bormi? Ayni ham bor. Aynini ham olib kelib sotaman. Ayni 31 so'm, 32 so'm bo'lyapti. Toza elengan aynilar kelyapti. Hayır, 25 so'mlik ayni bor. Un bo'lib жатыр. Buni elengan maqsad shag'al shiqirlaydiganni toza aynini olib kelib жатырman hozir. Olam Qirg'iz ham ayni ham. Ha bo'ldi, yesishda ko'mir ko'p. Mana bir kamaz, keyin buni ko'rsatingda, nerda ham bitta kamaz turibdi. Mana bu yerda ham жатыр. Bu yerda ham bitta kamaz yana bormi? Yo'q, hozir yana ano Sprinter ham ketgan. Sprinter ham ketgan? Hayır, yesishda ikkita jackpotga mashinam bor bunaqtalqu. Mana Usmonning mashinasi men yana keyin legenda. Shu rangdan almashib olgan bo'ldi-da. Ha bo'ladi. Ha, e'tiborlanish uchun katta rahmat. Ikkita kamaz, birim ketdim, zang'ilab tashyapti. Hamma vaqt sizlarga ko'mir topib berishga harakat qiladi. E'tiborlanish uchun katta rahmat.